tandır işidan chiqish uchun yaxshi sifatli o'tin kerak. Sen bularga mevali qurilgan daraxt juda ajoyib chiqadi. O'rik daraxtdan keyin qurilgan pista daraxtdan nima qilamiz? O'tin ishlatamiz. Yaxshi munosabat qilish uchun kestiramiz. Yaxshi pishish uchun tuz, archa, zira kerak uchun uchalasini birgalikda sepamiz. Sonra bir xil aytadi, ko'proq sep degani ham go'shtni achchiq qiladi. Bu agar norma bilan sepsangiz ham go'shtdan mazali chiqadi. İşte uchta qo'ydi, birdan qo'yishgan. Shu sababli biz turburchak tandir tayyorladik.